Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Qadrli dakan ishqibozlari, video obzorni boshlab bordik. Xudo xolasa, yana bu yerga tushib ketmasin xo'rozlar dedikda. Sizlar uchun chiroyli video obzorlarni boshlab bordik. Qisqa chiroyli qilib video qilamiz. Uydagilarni ham tashqariga chiqarilmasa ham ekranga qo'yib ketamiz, ko'rib tomosha qilaverasizlar. Hammaga avvalambor yaxshi kayfiyat, xo'rozlarimiz kayfiyati zo'r. Xudo xolasa birin-ketin hammasi yaxshi. Bu samanni bilasizlar. Zalatiskani qayerdan kelgan, kimdan kelgan, obunachilar ko'rishgan. Xudo xolasa bu juda ham go'zal narsa. Boqilyapti, yaxshi makon bilan. Tuxumlarini ham olyapmiz, xudo xolasa olishga ulgurib ham tuxumini. Bu mayskiy jo'ja. Aprelda oxiri, mayda boshda chiqqan. Hali pixi ham chiqqan yo'q, yosh polapon jo'ja hali. Lekin xarakteristikasi shundoqlar zo'r ekan o'sha. Ota-onalarini ta'rifini eshitganmiz. Ko'rganmiz ham. Endi buni maqtashni keragi yo'q. Parvoz odam o'zi kamerada turib bo'lsa ham ko'rib o'zi bilib oladi. Ko'pchilik telefon qilishyapti. Yaxshi jo'ja, xudo xolasa 4 kilo bo'lib qoldi pashti. Sekin-sekin qo'shadi bahorgacha. Hech bo'lmasa 4,5 kilo, 4 kilo 600 bo'lib qolsa. Lekin gavdasi mayda narsa emas, gavdasi yirik, faqat ozg'in. Bo'y bastlari juda ham kelishgan, ayniqsa tikka turganda bo'ylari juda ham baland bo'lib ketadi bu xo'roz yurishlari. Uydagi qolgan xo'rozlarni iloji boricha mana gapiryapman, ekranga qo'yib ketaman, chunki hozir kun sal sovib qoldi. Kunduz issiq bilan jo'jalarga joy qildik. Jo'jalarni yangi uyga ko'chirdik. Shuning uchun vaqt bo'lmadi. Iloji boricha hammasini syomka qilib, turgan joyida ekranga qo'yib ketaman. Kimga qiziq bo'lsa, kimga qaysi biri yoqib bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Voy joning sog' bo'lgin. Nakavut xo'rozimiz ham chechak bo'lib tuzalish arafasida. Lekin yaxshi makiyonlar bilan yuribdi, tulay makiyonlar bilan tuxumlarini olyapmiz. Lekin hozircha mana telefon qilganlar tuxum bormi deb so'rashyapti, yo'q deyapmiz. Ba'zi birlariga bor deb beryapmiz, lekin kelishib qolsak beramizda. Bizda anaqa ja qimmat ham bo'lmaydi, o'rtacha narx. Palonchi parvoz, pistonchi parvoz demaymiz. Tuxumlarning narxini biz ham eshitdik. Lekin hozir tuxum sotganimiz yo'q. Ortiqcha gap sizga o'rni yo'q. Tuxum bo'lib qolsa o'zim aytaman, sotiladi deb. O'ta zararlarga aytyapman. Aka menga o'ta zarar. Yo'q demasdan shu tuxumidan 5 ta 10 ta bering deydiganlarga mayli bor. Shunda ham narxini kelishib qolsak bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi makiyonlar bilan yuribdi aka jo'jamiz. Mana buni tuxumidan ham bor, u oq makiyonni yosh katta. Bu jo'jamiz yosh. Xudo xolasa yaxshi makiyon. Bekorchi Telegram kanalida bor makiyonimizni ham. Topolmaganlarga qayta tashlab berish mumkin. Yo'li juda ham go'zal. O'sha bekorchi qilingan paytda ko'pchilik so'ragan, faqat unda tuxumga kirmagan edi. Shuning uchun makiyonni o'zim olib qolganman. Bittasini Andijonga olib ketishgan marhamatga. Makiyon zo'r. Tuxumdan qolgani yo'q. Makiyonni o'zini ham mana ko'p tuxumini oldik. Ishqibozlariga kelishib qolsa sotaveramiz. Chunki hozir juda ham xo'rozlar ko'p, makiyonlar ham ko'p. Bitta ishqibozlarga, oldin so'raganlarga sotilmaydi degan bo'lsak, mana endi bo'shadi. Sizlar ham bahor kelyapti. Mart oyiniga qilib, kechiktirmasdan juda chiqarib olasizlar. Fevral, martga yaxshida, aprel. Mana qaranglar, kech qolmaymiz, asli maydiki mana shu. Qarang qanaqa havas qiladi. Juda ko'pchilik odamlar telefon qilib so'rashyapti. Mayskiy xo'rozlar ham yaxshi chiqyapti. Mart, aprel, may. Zoti yaxshi bo'lsa, ochirishni bilgan odamga, yaxshi katta qilishni bilgan odamga o'yini qizig'i yo'q asli. Faqatgina ertangiroq chiqaraydi deganlarga tavsiya qilamiz xolos. Ular mayda chiqqan bo'lsa, bahorga tayyor bo'ladi. Nodirbekni katta 5 kilo 300 lik tulagini ham olib kelib qo'yganmiz. Hozir oq makiyon bilan birga turibdi. Buni hamma bilgan. Oq makiyon har kuni tuxumlayapti ham, uni ham tuxumlari bor. O'sha 5 kilo 300 lik xo'roz bilan birga yurishibdi. Mana makiyonni yaqinroq ko'rsatib qo'yaylik-a. Oq oyoq, oq tumshuq. Bu kul bola berdi. Jo'jalarning ichida kul bor. Bitta ikkita bilgan bo'lsalaring, bolasini kul berdi qandaydir. Ba'zi birini. Bu kul makiyon kerak deydiganlarga o'taveradi-da, kul bola beraveradi. Xo'rozingiz kul bo'lsa, xudo xolasa yaxshi makiyonlar.
Telegram kanaliga o'tib olinglar. Telegram kanaliga yaxshi xorozlarni qo'yib boryapmiz. Arzon narxlarda berib boryapmiz. Ishqibozlar o'tirasizlar, savdo qilasizlar Telegram kanaldan. Bizda Telegram kanalda bo'ladi savdo. O'tib bemalol narx qancha kelishib savdo qilsalaring bo'ladi. Faqatgina yerga urmasdan, arzon degani bu yerga urish degani emas. Arzongina narxlarda kelishib qolsak, xorozlar juda ham ko'p. Kecha yangi partiya jo'jalarimiz ochib chiqqan. Kichkin to'ylar, polaponlar juda ham ko'p. Yana 2 partiya jo'jamiz bor, bilasizlar. Har yili erta bahor juda ham ko'p jo'jalar ochiramiz. Ko'plarini sotib yuboramiz, klientlari bor. Jo'jalarni sal katta qilishga sharoit yaratishlik uchun bitta ikkita xorozlarni arzon narxlarda beryapmiz. Olgan narximizda ziyon qilmasak bo'ldi. Ba'zi birlarini pastiga ham berdik. Aka, iltimos sharoitim bunaqarog'ida deydiganlarga arzonroq ham berib yubordik. Xo'roz boqyapmiz, jo'ja boqyapmiz. Bu bahorga chiqib olsak xorozlarni sezoni kelib qoladi. Hamma xoroz oladi boshqa. Hammaga xoroz kerak bo'ladi. Mana bahor mart oyiga o'tishiga ko'pchilik makoni tuxumlaydi. Hozir qish kunida ko'pchilik tuxumlamayapti. Shunda xorozlar juda ham yaxshi ketadi. Men o'shangacha arzonroq sizlarga beraman va bitta xo'rozni qimmatroq summaga keldi. Bu endi plan bor, boqish kattaroq qilish. Ko'pchilik savdo qilishyapti. Endi kelishib qolsak beramiz, lekin planda, birinchi planda kamida 1 oy, 1,5 oy boqib o'zgartirish. Joniga sog' bo'lsin. Mana bugun 1-kun jo'jalarimiz yangi xonadonga ko'chib o'tishdi mana. Mana qilib qo'ydim. Lampochka hozir bu yerga banka qo'yaman. Hozir qo'yganim yo'q. Yorug'likka ham svet bor, issiqlikka ham svet bor. Bitta bankani g'isht qo'yib kiydirib qo'ysak, issiq bo'ladi. Ko'pchilik aytayapti, 2 ta makiyoni bor ekan. Qolgani xo'roz ekan deyapti. Ko'pchilik 3 ta makiyon deyapti. Ko'pchilik 4 ta makiyon deyapti. Hali vaqt bor. Buni qarang. Makiyonimni o'zi chiqdi mana. Makiyonimdan olinganda hammasi inshaalloh sog' bo'lgur. O'ta mo'shni xudo xolasa. Kalta tumshuq, sariq oyoq. Xudo xolasa parlari toza chiqdi hammasini. Endi katta qilib, chiroyli qilib. Hozir bular hayajonlanib turibdi. Yangi katakka, yangi uyga ko'chdi bugun. Mana chiroyli qilib xona qilib berdim bularga. Mana. Bularning ichida o'sha qora xo'roz, nakauch qora xo'rozim, shu girrakash. Ko'pchilik ko'rib maza qildik. Endi o'shani bolalari ham bor. Sotilib ketgan qizil xo'rozim, ikkalasini asosan bolalari bor. Hozirgi uydagi xo'rozlarning umuman bolasi yo'q bu yerda. Bular o'sha tuxumlarim to'plandi, xo'rozlar sotib yuborildi, ochirildi. Bular 20 kundan o'tdi bular. Pashta 1 oylik bo'lib qoldi, xudo xolasa. Pashta 1 oylik bo'lib qolishdi. Xudo xolasa. Ichkariga kirib ketaverasizlar, sovqatsizlaring mabodo. Ajoyib, ajoyib bu g'aroyib. Qisqa chiroyli video obzor qildik. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha hammani ishiga rivoj bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, sog' bo'lasizlar.